Bilasizmi, qaysi davlatda 80 benzinni olib kelish imkoniyati bor? O'rganib ko'rganmisiz? Chunki butun normal davlatlar 80 benzindan voz kechib bo'lgan allaqachon. Rahmat sizga. Bizlarga shunaqa savolni aytyapsiz-ku, nimaga 80 bilan ta'minlamaysan deb qo'yapsiz. Yo'q, o'zingiz aytib turibsiz, boshqa davlatlar bilan ham ahvol shuda. U importda davlatlar qayerdan olib kelaydi bo'lmasa? 92 bilan ham ahvol shuda. Nima sababdan 92 ayni O'zbekiston darajasidagi davlatlardan ko'ra qimmat? Oddiy savol mana. Bo'pti, xo'p, 80 ishlab chiqarilmas ekan biror bir davlatda. Afg'oniston bilan O'zbekiston qopti dunyo bo'yicha 80 ishlatadigan. Shunchalik darajada bir bizni energetiklar bir shu darajaga olib kelib qo'yibdi, bir quyi darajaga, tub darajaga olib kelib qo'yibdi. Bo'pti, xo'p, 92-95 nima sababdan qo'shni davlatlardan ko'ra qimmat? Bizni darajamizdagi, men aytmayapman, bizni darajamizdagi davlatlardan ko'ra qimmat. Endi bizni darajadagi xo'p, nima sababdan mana 92-95 Amerika Qo'shma Shtatlaridagi narx bilan barobar deyarli. Daromadlar taxminan 10-12 barobar yuqori Amerika Qo'shma Shtatlarida, 10-12 barobar. Jon boshiga ishlab iqtisodiyot bir 20 barobar yuqori. Nima sababdan Amerika Qo'shma Shtatlarida darajasida narxlar bizda? Importga bog'liq. Demak, Amerika import qiladigan importni biz o'sha narxda import qilamiz. Qirg'iziston ham importga bog'liq. Mana men doim Qirg'izistonda uzoqqa bormayman, Qirg'izistonni misol keltiraman. Nima sababdan Qirg'izistonda 92-95 benzin O'zbekistondagidan arzon? Ular ham to'liq importga bog'liq. Ular ham qancha farqi bor? Qancha farqi? 10-12% gacha narx farqi bor. Uncha farqi yo'q. Xuddi shunaqa farq bor. Bizdan farqli ravishda ular narxlarni har kuni e'lon qiladi. Bizda iste'molchilar tarafda bo'lmagan chinovniklardan farqlashda ular narxlarni hududlar, regionlar qirqimida har kuni e'lon qiladi. Ko'rib turishingiz mumkin. Statkagani kundalik bog'lar degan bo'lim turibdi. Hozir ochib kirsangiz bo'ladi.